Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan, yigitlar bilan o'tgan darsimizda orzu va maqsad haqida suhbatlashgandik. Endi bugun orzu va maqsad haqida qiz bolalarimiz bilan suhbatlashamiz. Qani qizlarimizdan qanday orzu va maqsadlaringiz bor? Siz turingchi qizim. Men kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchiman. Men kelajakda tikuvchi bo'lmoqchiman. Men ham kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Siz kabi ustoz bo'lmoqchiman. Charosxon, siz turingchi qizim. Kelajakdagi orzu va maqsadlaringiz haqida gapirib bering. Assalomu alaykum dadajon. Bugun ustozimiz bizdan orzu va maqsadlarimizni so'rashdi. Men kelajakda vatan himoyachisi bo'lmoqchiman. Dadajon, men sizning izingizdan borib, albatta orzularimga erishaman. Dadajon, bobomning bosh kiyimlari yarashibdimi? Men Mo'ydinjonova Charosxon, O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Mamlakatimiz xavfsizligi va yurtim ravnaqi yo'lida boshlaganman.